Mening güzel hayatım. 2026 yılı 8 ayının 8 günü şembe. Bugün şembe günü bolsumu bizning şirket iş boğaşqa işildim. Bizning ba'zida aldirash vaqtlarda haftaligida şembe günü iş ishlamsizlar deb so'rab keladi. Shunlashqa ishlashni o'rinlashtirib, bugun ishlab, nihoyatda xushalolda qaytib kelib, uyga kelgandan keyin navramning kelganligini ko'rib, horliqlarim chiqib ketdi. O'ylab baqsam 7-oyniki o'tirdim boshlab oxirigacha bu mening güzel hayatım bir hesapda kundalik xotir qatorida xotir qoldirib manyapman. Uni to'liqlab qo'yay deb o'yladim. 7-oyning o'ttirdan oxirigacha nihoyat esil, güzel eslimalar bo'ldi. Chunki mening ikki o'g'limning tug'ilgan kuni edi. Birisi o'zimning o'g'li, ya'ni u vatanda. Yana birisi o'zimniki Kuyog'limmi xuddi o'zimning o'g'ildek shunchalik yaxshi xarakter jihati chiqishimiz, muңdishimiz, chaqchaqlashimiz nihoyat esil kuyog'lim bor. Shunga bularning tug'ilgan kunlarini albatta yaxshi o'tkazdik, ammo vatandagi o'g'limni xiyol bilan o'tkazdim. Vatan bilan bo'lgan munosabat hozir yo'q bo'lg'achqa salomatdi, Xudoyimga topshadim deb shuning bilan o'zimning ishini qilib, bu 7-oyning ichida yana bir ish bizning shirkatga odam qabul qilishni davomlashtiryotdi. Shunga bizning bu Toronto atrofidagi qarindoshlarni, Uyg'ur qarindoshlarni bu shirkatga tanishtirishga hali kuchdim. Eng yaqinimdan birisini qabul qilish olib turyotdi. Xudoyim bo'lsa 8-oyning 17-kuni xizmatga tushdi. Onundan baxush bo'ldim. Anandan keyin bu ishlash jarayonida albatta davomliq deb kelyapman. Bizning shirkatdagilarning hammasining ismini Uyg'urcha ismga o'zgartib so'zlab kelyapman. Bu videomni anglayotgan qarindoshlar hali ko'pkan, baxush bo'ldim, chunki menga o'xshash huzurlanib o'tibdi. Shunga bu shirkat ishlash jarayonidami bizniki bu shirkatdagi har qanday davlatniki odamlari, har millatning odamlari bilan muңdish jarayonida bo'lib, shu qartalliklar bilan Filippinliklarniki xarakter jihatda bizga nihoyat o'xshab ketadiganligini, chaqchaqlarining nihoyat yaqin keladiganligini his qildim. Mush ishlash jarayonida Filippindan kelgan Filippinlik Ra'no bilan Nijat Arayal bularni bek yaxshi ko'rman. Bu hozir ular o'zining yurtiga sayohatga ketdi. Bular bilan muңdish jarayonida o'zimizning Uyg'urlarning ishlarini so'zlab berdim. Ko'ziga yosh olgan holda anglab ketdi, chunki bular yosh bo'lg'achqa hech qanday ish uqmaydi ekan. Shu gapdan gap chiqib, bular nihoyat qamlashgan, qiz olim shunaqa chiroyli, uning yo'ldishimiz qamlashgan bo'ladi. Shunga bir kuni bu yo'ldishiga sen ajab o'g'limga o'xshaydi ekansan desam, seni dada deymi dedi. Ma'qul deb uni san papa dedi degandek. Anandan keyin bir o'g'il topib oldim. U afrikalik Mishada tug'ilgan, Amerikada tug'ilgan, Amerika grajdani ham Kanada grajdani. U bolam nihoyat tirishchan bola ekan, chaqchaqchi, 28 yosh atrofida. Onun bilan paran qilish jarayonida uning nihoyat tirishchanligini, undan keyin o'zining uyida shu haqiqiy full time qilib ishlaydiganligini, software engineer ekanligini dedi. Barakalloh dedim. Gap allab buning dadasining opasininki ishini so'rayu so'rmay degandek xayolan qildim-yu, ya bir do'stini so'rsam, umi toza o'q ketmaydiganligini dedi. Shunlashqa men o boshqa gap qilmay tursam, mening doktorligimni o'qidi. Şuna siz pek yaxşı ekansiz, sizni dad desem bo'lamdi dedi. Voy bo'ladi dedim. Demakchi meni papa deydi, men uni o'g'lim deyman degandek. Bizning shirkatdagi ishlar nihoyat qiziqarli, nihoyat ko'ngillik o'tadi. Albatta bu ko'ngillik o'tishniki 100% ko'ngillik bo'lmaydi deb har qanday ish deb o'ylayman. Shunga
ko'ngilsiz ishlar bo'lib turdi. Chunki kishilik munosabat degan hammalar bilamiz, nihoyat murakkab keladi. Bu ishlash jarayonida bizniki bu shirkatda bu maymunxon deb qo'ydim uni. Maymunak degan bir ayol bor. Bu nihoyat dastlabdan yaxshi ta'sir bermagan. Chaqimchilik qilgandi. Shuning bilan deb ko'nglim qisab qo'ygandim, ammo bu haqiqatan niyatining yomonligini his qildim. İşçi yomon odamlar alomat bo'ladi ekan, oxir oshkorlanadi ekan deganlarni his qildim. Chunki bu ishlash jarayonida kishilik munosabat nihoyat murakkab bo'lg'achqa, ba'zilarimizga ba'zida amroq bo'lib qolamiz, ba'zi o'shib qolamiz degandek. Bu ayol burun tish doktori bo'libdi ekan. Shunga dastlabda bu atdigan kelsak, bizniki mukofot pulimiz nihoyatda yaxshi bo'ladi. Chunki atdiganda jiqaroq ishlab olamiz. Ishlagandan keyin bir kundagi vazifani oshirib o'rilsak mukofot keladi. Dastlab menmi bir atdigan bir paqachi deb basam, voy sizmi atdigan kelibsiz deb xo'shugandek chavoq chaqandi. Bu xuddi bu Yaponda bir bizning maktabda bir Xitoy ma'lum bo'ldi. Shu ma'lumga shunda o'xshatdim xarakterini. Deb kulib qo'ydim. Keyin bu asli ishchi yomonlik qilib, shu yog'an chavoq chapdi ekan. Yaqinda oshkorlandi. Shuning bilan atdigani borgandan keyin menmi adres bugunlam berib qilsam, bu bek atdigan keladi. Salom qilsammi, chiroyi qarmay salom qiladi. Bu ishchi yomon ekanda deb his qildim. Albatta boshqa sabablar ko'p. Uni kuzatish jarayonida buniki nihoyatda nachar odamning yana hech kim kelmaydiganligini his qildim. Bu ishlagan chog'da qapoqlarini turib, alomat bir xil qo'pollik bilan ishlaydi. Albatta bu Filippinlik, uniki atrofida Filippinliklar bor. Ammo yesh cho'ng'anlik bo'ptilar deyman. Ammo ba'zida guruh boshlig'i bo'lib ishlagan chog'da o'zini ko'rsatib oldi. Bo'ptilar deb o'tkazibman. Demakchi, munosabat degan har xil bo'ladi ekan. Bizning bu yerda ishlaydigan erlar bilan shunday yaqin o'timiz. Bu erlar men xizmat tanishtirgan bo'ldi. Oldin qattim degandek Qaysar menga xizmatlarni tanishtirgan bo'ldi. U bo'libmi cho'nglar sanatoriysiniki xizmatlarini tanishtirganda meniki tariximni ko'rib hayron qoldi. Sizni cho'qim oldi deb rag'batlantirdi. Ammo bu yerda cho'nglar sanatoriyasida ishlash uchun PSW diplom bo'lish kerak ekan. Uni elish uchun 6 oy o'qiydigan ish ekan. Ularni bilib qo'ydim. Shu jarayonlarda hamda menmi bu 7-oyning ichida kallamga bir ishlar kelib, bir harakat o'tachi dedim. Chunki pulning muhimligini hammalar bilamiz. Pul tepish yo'llarini izlab boqaychi deb xiyol qilsak, xiyolimiz ichilib mangadi ekan, kallamiz ichilib mangadi ekan. Shunlashqa bir kuni tuyuqsiz bir ish esim kelib, men bilan teng ishlayotgan Mo'minaxonga dedim. U 72 yoshlik odam. Shuning bilan shunday bir ishni o'ylab qoldim. Pul tepish yo'llarini desam qanday ish dedi. Mashinam ishada turdi ekan, 8 soat turdi. Mush mashinani boshqalarga ijaraga berib, bir kunlik ijaraga berib, pul topsam bo'lmamdi bo'lsam, voy noit yaxshi bir ideya kelibdi o dedi. Shuning bilan menmi bu yaxshi ideya ekan dedim-yu, ammo birinchilab insurance shirkati ne aloqa qilishni o'ylashdim. Chunki bu odamniki hayot bilan munosabatli ish. Agar bir ish qolsa cho'qimlar menga gap keladi. Shunga darhollam tushlikda bilishda shu insurance shirkati bilan aloqa qilishgan bo'ldim. Ammo bo'lishni bo'ladi ekan, murakkab ekan. Bizniki shu insurance shirkatnikiga aloqa qilsam, ular boshqa bir hukumatniki bir to'r betini ko'rib beqishimga shuning ichida bog'lig'ini dedi.
qarab nəhayət murakkabligini his qilib, buningdan voz kechdim. Ammo bu pul tepish yo'llarini izlab baqay juda bir xil yo'llarni qildim. Albatta burun tatib qilayotgan o'z öyle bilimiz pul hech kimga ozlik qilmaydi. Albatta hozirgi pullar yetadi. Shunday bo'lsa-mu, erkek üt baqaychi desak yo'llar chiqadi ekan. Şuna til öğütüş jarayonlarini o'ylashgan, burun tatib o'ylashib keldim, ammo hozirim o'ylashyapman. Shu yapon tili bilan xitoy tilini öğütüş jarayonini tunishtiray deb o'yladim. Bu tunishtirish jarayonidami men bu ishni qilayotgani yarim yildan oshdi. Hatto mashinamning keyniga har xil timxo'rtimi, kafexonlarni, qahvaxonlarni sirtlariga chaplab qilib baqdim. Albatta bunimi dastlabda birinchi qatimda bekorlik bo'lganligini, birga bir dars o'tishning bo'lganligini, vaqtga qarab belgilaydiganligini degandek har xil yo'llarni qilib baqdim. Ammo sal qimmat bo'lib qoldimki degan his qildim-yu. Shundoq bo'lsin bo'ptilar dedim. Shundoq jarayonda bu shirkatdagilar bilan bo'libmi Ra'na Bakchiq ishlarni o'qidi. Jamila bilan ikkisi. Shuning bilan Ra'naga desam, Ra'na sal qimmat bo'lib qopdim ya dedi. $20 qandim bir soatiga. $15dan qilib baqsangiz qanday bo'ladi dedi. Unum qilman deb hamda shu ishlarni qilish jarayonida yuryapman. Anandan keyin shu hozir YouTube'ni dastlabda menmo 5 yildan eshibdi. YouTube'ni yasab chiqaryapqanlar, 4 xil tilda chiqaryapman. Shunga YouTube orqali pul tepish usullari bordi. YouTube'niki ko'rilishi, eng asosiy ko'rilishi qaraydi-ki, uniki a'zo bo'lish emas, ko'rilish soni qaraydi ekanda. Shuning bilan shuni bir YouTube'ni boshqadan bir ratlab, YouTube orqali pul tepish usulini qilib baqaychu degan o'yladim. Ham shu ishga qilishni boshladim. Demakchi, o'ylab o'ltirsak ishdan atmaydi, ham o'yla bilamiz. Shunlashqa o'ylaganni darhol qilib baqsak yo'llar ochilib mangadi ekan. Shunga mening davomli deydiganim qarindoshlarga, do'stlarga o'tib ketgan ishni o'ylamay, hozirni o'ylaylik, bugunni o'ylaylik, bugun bo'layotgan ishlarni o'ylaylik. Albatta, shu ba'zilar kelgusini o'ylaydi, ba'zilar burunqi o'tib ketgan ishga pushaymon qilib o'tirdi, shuning bilan harakat qilmay o'tirdi degandek. Albatta, men shunday bo'lgan. Hozirmi bo'laman-u, ammo unchalik emas. Shunga davomli anglab turmiz bunday gaplarni. Hozirni ko'raylik, hozirda yashaylik degan gapni. Ammo uni qilolmaymiz ko'pincha o'yla. Shunga men qilishga tirishyapman. Burunqi ishi o'tib ketdi, o'rniga kelmaydi. Ata nim bo'ldi hech kim bilmaymiz. Albatta atini o'ylaymiz, oilani o'ylaymiz, bolalarning kelgusini o'ylaymiz. O'ylab o'ltirsak bir ishdan atmaydi. Shunga mening deydiganim hozirdan foydalanaylik, bugundan foydalanib, bugunniki barkitini huzurlaylik demakchi. Shunga hamda men shu YouTube'larni, Facebook'larga, Instagram'larga har xil yaxshi narsalarni chiqarman deb o'ylayman. Shunga hamda ko'p qarindoshlar yaxshi fikrlarni beryapti, bo'libmi mening go'zal hayotim degan bu temada hali ko'p qarindoshlar ko'rib yetibdi. Shunga bu kecha siz yolg'iz emas degan temani qo'yib qo'yib, bundan keyin mushuni davomlashtiray deb o'yladim. Chunki bu meniki hayotim, niki haqiqiy hikoyalari, hikoya desak bo'lmaydi, haqiqat. Shunga Torontoning haqiqiy hayotlari degandek. Shunga hamda kelaki sonda, kelaki videoyimda shu 8-oyiniki bugun 8 o'pdi. Mana 8-oyning 15-gacha yana bir video ishlayman. Oyda bir 2 qatim bo'lsa-mu, amal bor 2 haftada bir yoki uzrab kelsa oyda bir chiqarman deb o'ylayapman. Albatta ham o'yla aldirash desak, kimning og'ziga qarsak aldirash hozir. Shunga aldirashning ichidan vaqt chiqarib qilaychu desak qila olamizki har qanday ishni. Shunlashqa do'stlar deydiganim pul topaylik. Pul hammadan muhimligini hamma his qilyapmiz. Albatta salomatlik hammadan muhim deb hamma bilamiz, ammo pulning muhimligini hamma bilamiz. Shunlashqa xizmat yo'q, ish topamadim deb qaqshimay, zallamay
harakatga o'tsak, xizmat nihoyat ko'pkan. Har qanday davlatda. Meniki mush yaqindalam bir chet ellik bir yaqinim WhatsApp'ga yoqibdi. Sizning nasringiz qarsak shunchalik rahat yashaydi ekansizlar, bizning bu yerda degan alomat aldirash ishlaymiz, balam kalam deb yurimiz deb so'z qoldiribdi. Mam dedim. Albatta men o'zim yaxshi ko'rgan ishlarni qilg'achqa shunaqa bilingandi. Bizning bu ham o'xshash. Yakshanba kuni ko'pincha yakshanba kunlam dam oldi. Shanba kuni ishlaydiganlar bor, men ba'zi shanba kuni ishlayman. Bayramlarimizning tayini yo'q bizningmi. Ammo hayotning go'zal taraflarini ko'rib, go'zal yashaychi deb yashsak bo'ladi ekan yaxshi desam deb shunaqa dedi. Demakchi men boshqalar bergan ta'sirim nihoyatda bir hisobda nihoyat erkin ozodda yashayotgandek his qildiki, albatta shunday yashayapman. U hamda meniki nimamni ko'rib, xuddi men ishlamay yurib qilayotgandek hissiyotlarni berib qo'ydi ekanman. Albatta men boshqalar o'xshashlam aldirash yuryapman. 5 kun ishlayman. YouTube yasayman, Uyg'ur ona tili dars beraman. Degandek bir qancha ishlar bor, yoshlar faoliyatlarini o'rlashtirman degandek. Shunga bugun videom shunchalik bo'lsin, hamda davomli deydiganim aqliya so'zda to'g'ri. Aqliya so'zdagi hammalar qiziqimiz bo'libmi, men bak qiziqaman. Maqol tamsil aqliya so'zlagi. Shunglashqa davomli deb turadigan bir aqliya so'z hozir xiyolim keldi. Shuni deb oxirlashtiray. Germaniyaning aqliya so'zi ekan. Bu aqliya so'z nima degan chaqda puling tugusimi topqili bo'ladi. Inoating tugusimi uni boshqadan tiklib olg'ili bo'ladi. Ammo gap qiladigan jasorat, yurak bo'lmasa, o'zing ifodalaydigan g'ayrat bo'lmasa, yashashning ahamiyati bo'lmaydi degan bir aqliya so'z bor ekan. Men davomli shuni o'ylab turman. Shunglashqa ichimizdagi bor narsani chiqarib, dodillik bilan so'zlab, boshqalarga ozroq o'sim yordamimiz bo'lib qolsa, ajab emas deb o'ylayman. Ma'qul amsa keyingi sonda ko'rishlar, xayr xo'sh.